Quyosh to'g'ridan to'g'ri yuzga urib turganligi uchun hammadan uzr so'ragan holatda achkida gapirib turamiz. Xo'sh, biz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidamiz. Bu joyimiz Uchqo'z Kirov deb ataladi. Nima uchun bu yerdamiz? Sabablarini hozir videoni oxirigacha kuzatib tursangiz, birma-bir tanishtirib o'tib ketamiz. Qiziq joylari hali oldinda, bizni oxirigacha kuzatib boring. Bizda 5 gektarlik maydonda makkajo'xori silus uchun tayyor turibdi. Hozirgi kunda sotuvga chiqarganmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol mana shu joyda o'rib, agarda kelishuvlar ostida yaxshi bo'lsa, yetkazdirib ham beramiz yoki shu yerdan olib ketaman desa, kombaynlarda o'rib beramiz. Yo'q, qoplangan kerak desa, kerak bo'lsa qoplab ham shu yerda beraveramiz. Bizda chorva mollarimiz yo'q, o'sha uchun bizga kerak emas. Bu Ispaniyani fito urug'idan qilingan makkajo'xorilarimiz tayyor sotuvda. Juda ham yaxshi tabiiy ozuqalardan o'sha ozuqalantirilgan. Hozir ichkariga borsak, ichida ham nima deydi, so'talarni ochib ko'rsatib boraveramiz. Biz bilan qoling, hozir ichkariga kiramiz. Qani, mana ichkariga qarab yurib kelaveramiz. 5 gektarligimizni yon qismidan boshlab kirib keldik. Mana makkajo'xorilarimiz bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Balandligi 3 metrdan oshiqroq bo'lgan. Hozir bu yon tomonidamiz, ozgina pastroq joydamiz. Mana ochib ko'rsatamiz. Shuni ko'rsatamiz bemalol. Xo'sh, sanaymiz. 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 qator. 22 qatordan qilingan. Mana o'lchamlari bemalol ko'rishimiz mumkin. Yana aytib o'tamiz, fito urug'idan foydalanganmiz. Bittasida shu 2 ta 3 tadan kamida so'ta solgan. 2 ta 3 talab. Xo'sh, bugungi chislomuz 30-oktyabr 2025-yil. Mana hozir tayyor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol shu murojaat qilsalaringiz. Bunga nimalar ishlatganmiz? Organik, mineral o'g'itlar ishlatganmiz. Hammasini hozir bizni videoni oxirigacha kuzatib tursangiz, bittalab ko'rsatib o'tamiz. Nimadan foydalandik, qanaqa sepdik, qanday sepdik, shu holatga mana balandliklarni ko'rsatib o'tasizmi? Shu holatga keldik. Ya'ni 3 metrdan oshiq, 3 talab dumbul soladigan holatga kelganimizni ko'rib chiqamiz birgalikda. Ko'rsatamiz bittalab. Ko'rsatib, poyalarini ham ko'rsatib o'tamiz, mana qalinliklarini ham mana. 2 ta. Bunisi 2 ta ekan. Asosan 3 ta. 3 talab solingan asosan. Mana bu tomonda ko'rsatsak ham mana 3 talab solingan. 1 2 mana 3 talab solingan. Sifati zo'r. Bemalol bu tomonlarni ham olib ko'rsatsangiz tayyor o'rimga. Shunday o'rib beraveramiz. Narxlarini hozirgi kunda el qatori qilib beramiz. Hozirgi kunda biz o'rganishlarimizdan 600 so'm, 600-650 so'm ekan narxlari. Biz ham shu eldan chiqmagan holatda 600 so'mdan beraveramiz. Narxini ham aytib o'tib ketdik mana. Boshqalarni ham ko'rishimiz mumkin. Nimasi ham ingichkada, onasi uzun. Ko'rib turgan makkajo'xorilarimizni 2025-yil 12-iyul kuni birinchi ekinni boshlaganmiz. Bu tabiiyki boshqalardan taxminan 1 oy kechroq ekilgan. Lekin shunga qaramasdan o'sha ekish jarayonlarida biz ishlatgan organik o'g'itlarimiz yordamida mana shunaqa natijalarga erishib turibmiz. Biz o'ylaymizki, to'g'ri hammanikidan zo'r emasdir, lekin bizning fikrimizcha bu juda ham yaxshi bo'ldi. Hozir buni birgalikda joyimizga borib nimalar ishlatganligimizni ko'rsatib o'tamiz, yana aytib o'tamiz. Narxini aytdik, makkajo'xorilarimizni ko'rsatdik. Bizga murojaat qilish uchun shu raqamlar ko'rsatib qoldirib o'tamiz. O'sha raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz, telefon orqali qolgan hammasini yana gaplashib o'tishimiz mumkin bo'laveradi. Mana yana ko'rsatamiz. Mana bu nimasi juda ham poyasi deymizmi, ichidagi nimasi juda yuqa. O'zi ham uzun bo'lib turibdi. Juda yaxshi ozuqali. Biz bilan qoling. Qolganini
boradigan joyimizda hammasini batafsil ko'rib boraverasiz, yoritib boraveramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz joyimizga ham kelib oldik. Joyimiz Agroishonch ishxonamiz. Qishloq xo'jaligi bo'yicha ishlaymiz. Buni hozir birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi joylashgan joyimizdan boshlasak, Bektemir tumanidamiz. Toshkent shahar Bektemir tumani. Qo'yliq tomondan kelishimiz, Qo'yliqdan To'ytepaga qarab, ya'ni Food Cityga qarab yurganimizda yo'lni yuzidamiz. Ro'paramizda xalq qabulxonasi hamda madaniyat markazi bor. Qolgan mana bu yo'lni yuzida Karmashkada joylashganmiz. Yo'lda shundoq ko'rinib turadi Agroishonch ishxonamiz. Ketdik biz. Jo'xorimizga ishlatgan dorilarimizni nimalardan foydalanib, bunda ham ko'rsatib o'tib ketamizda, qo'shimcha bizni faoliyatimiz bilan ham sizlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Ketdik, yurdik. Bu narsalar bilan chiqqandan keyin tanishtiramiz. Hozir birinchi ishlatilgan dorilardan boshlaymiz. Pastki qismimiz faqat dorilar bilan shug'ullanamiz. Birinchi navbatda jo'xoriga ishlatganimiz urug'dan ozuqalantirishdan boshladik. Biz o'sha video lavhalarimizda ozgina parchasini qo'yib o'tamiz. Urug'larni birinchi bo'lib ozuqalantirdik. O'zimizning mahsulot Agroishonch brendi bilan chiqadigan tabiiy dengiz o'tlaridan tayyorlangan xlorella deb nomlanadi. Bular barcha dukkaklik, dukkaklik o'simliklar uchun mo'ljallangan bo'lib, bug'doy, makka jo'xori, mosh, fasol va hokazo. Hamma o'sha dukkakli ekinlar uchun mo'ljallangan. Birinchi etapi o'sha donni ozuqalantiramiz. Keyin chiqqandan keyin 5-10 sm bo'lgandan keyin yana tanasiga ozuqa beramiz. Bu nafaqat nimalarga yordam beradi o'zi? Yordami bexato chiqarib beradi, suvsizlikka chidamlilikni oshirib beradi, ortiqcha stressga uchrashdan o'zini himoya qiladigan o'sha tomirlardan berilsa, keyin ustki qismiga sepganimizda tanasini ham baquvvat qiladida, bundan tashqari yerni mikroflorasini oshirib beradi, ya'ni hosildorligini yaxshilab, unumdorlik qilib beradi. Shundan boshladik, keyin ozgina ko'tarilgandan keyin birinchi etap qurt uchun foydalangan dorilarimiz mana ko'rsatib ketamiz. Lasting bilan mana shu dorimizni aralashtirib qurtga qarshi sepdik. Birinchi etap qurtga qarshi dorimiz bilan hamda mana bu tarkibida azot, kaliy fosforlar bo'lgan komandir ozuqaviy mahsulotimizni sepdik. Bularga qo'shib, ana undan keyin biroz vaqtda o'tkazib, yanada hosilimizni yaxshilash uchun, chidamli bo'lish uchun ikkinchi marta qurtga qarshi sepdik, chunki hozirgi kunda qurtlar ham juda mutatsiya bo'lib ketgan, juda ham ketish qiyin bo'ldi birinchini o'zidan. Keyingisi o'sha yana qurtga qarshi tanlovimiz bo'ldi. Ikkinchi etapga bekchi preparatni mana bu ximический vositamizdan foydalandik. Bekchi bu ham Turkiyada ishlab chiqarilgan. Bekchini qo'shdik. Kley bo'lish uchun super vetni qo'shdik. Super artirandan qo'shdik, ozuqa berdik. Bundan tashqari yana komandir boya ko'rsatib o'tib ketdik. O'sha komandirdan yana aralashtirib berdik. Ekinimiz boshidan 3 marta o'sha qurtga qarshi dori sepdik. 3 martada xolos bo'ldik, bemalol ayta olamiz. Qolgan narsalarimiz bilan tanishtirib o'tib ketsak, mana barcha turdagi faoliyatimiz o'sha ximический vositalarimiz. Buni men yaxshi agronom tilida gapira olmayotgan bo'lishimiz mumkin. Bizda alohida mutaxassisimiz bor, agronomlarimiz bor. Bular o'zlari keraklicha tavsiyalarini berib, dorilarni berishadi. Qisqasi Turkiyadan, Germaniya hamda Xitoydan keltirilgan ximический preparatlarimiz. Undan tashqari bizda o'zimizda yana ishlab chiqarishimiz bor. Bu germaniyaliklar bilan birgalikda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan organik o'g'itlarimiz bor. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek barchasi dengiz o'tlaridan tayyorlangan bo'lib, tarkibida kaliy, kalsiy, fosfor, azot, sink, temir, undan tashqari vitamin A, B, C, E hammasi tarkibida bor. Shu organik mahsulotlarimiz bilan juda ko'plab xo'jaligida ishlatiladigan mahsulotlar uchun mo'ljallangan bo'lib, mana birinchisi barcha turdagi meva sabzavotlar uchun ham bemalol ishlatsak bo'ladi. Hech qanaqa unaqa ximiya ishlatmasdan organik bilan stimulyator hisoblanadi. Bu o'sha yaxshi rivojlanishga yordam beradi, mazalarini yaxshi qiladi, tashqi ko'rinishini ham chiroyli qilib saqlab turadi. Hammasi tabiiy mahsulot. Butun qovun tarvuzdan tortib mana mevagacha, sabzavotlargacha ishlatsa bo'ladi. Bemalol uy sharoitida ham. Bundan tashqari arichilikda ishlatsak bo'ladi. Arichilikda ham tez qisqacha aytib o'tib ketaman. Arichilikda ham bemalol arilarga suvga aralashtirib berganda arilarning immunitetini yaxshilab, chaqqon qilib, o'sha evaziga chaqqon immuniteti baland bo'lganga yarasha
ko'proq asal yig'ishga olib keladi. Ozgina suvga aralashtirib beraversa, asalarichilikda ham juda yaxshi qo'llanilib kelinyapti, odamlar olishyapti, yaxshi natijalar ko'rishib kelyapti. Bundan tashqari xlorellalarimiz gullar uchun konsentrant hisoblanib, suvga aralashtiramiz 1 ga 10 qiymatda, ya'ni 100 gram xlorellani 1 litr suvga aralashtirib gullarni tomiridan bersak, bu yetarlicha ozuqa bo'ladi, organik, tabiiy ozuqa bo'lib, tomirlarni baquvvat qilib, o'sha gullarimizni stressga uchrashdan oldini olib turib, immunitetlarini yaxshi qilib turadi. Bu mahsulotlarimiz gullar uchun. Bundan tashqari, keyin yangi qadoqda chiqqanimiz bor. İnsanlar uchun ham, odamlar uchun cho'milaydiganimiz bor. Hozir buni yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Qisqacha xlorellalarimizni yo'nalishlari, bundan tashqari mana xlorellamiz bor. Baliqlar uchun, baliqlar havzalarga solsak, suvimizni kislorodini oshirib berib, suvimizni tiniqliklarini oshirib berib, baliqlar uchun juda ham yordam beradi. Nimaga? Yordami aktivligini yuqori qilib berib, ovqat hazm qilishini yaxshi qiladi. Suvni tozalagandan keyin yetarlicha kislorod beradi. Baliqqa qo'shimcha ozuqa yaratib beradi. Shu bilan birgalikda baliqlar uchun juda ham qulay. Bundan ham juda ko'pchilik foydalanishyapti hozirgi kunda. Baliqchilik yo'nalishimiz ham bor. Unga bizda yem ham ishlab chiqarish bor. O'zimiz shu Agri-ishonch brendimiz bilan uni ham keyin ko'rsatib o'tarmiz. Xo'sh, yana o'sha mahsulotlarimiz, gulga chiqargan mahsulotlarimiz mana bu ham o'sha tayyor suvga aralashtirilgani gullarni usti barg qismiga sepib, barglarni ozuqalantirsak bo'ladi. Qisqacha bizda mana bor narsalar ximiya, ya'ni ximicheskiy nima deydi, o'g'itlarimiz bor, mana dorilarimiz, bundan tashqari yana teplitsalar uchun loy sepishni o'rniga mana bu maxsus emulsiyaga o'xshagan qorishmamiz bor. Bu ham Turkiyada ishlab chiqarilgan. Loy o'rniga teplitsalar ustiga sepsak, shu quyoshdan saqlab turadi hamda quyoshni eng zararli ultrabinafsha nurlaridan himoya qilib turadi. Bu ham juda ham zo'r vosita, ko'plab sotiladi. Teplitsasi bor odamlar ko'p ishlatishyapti. Juda ham hammasi yaxshi fikrlarda. Undan tashqari mevalar uchun mana bu ham tabiiy mahsulot hisoblanadi. Kalsiyga boyitilgan, o'sha tashqi ko'rinishini chiroyli qilib ushlab turadi. Quyoshdan har xil kuydirishlarni oldini oladida, ustini chiroyli qilib qoplab turadi. Bu ham mana kalsiyga boyitilgan o'sha tabiiy mahsulot. Bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek, Lux Garden brendlarini sotamiz. Gazonokosилка, bunaqa daraxt ekish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari mana apreskivitellar, bular hammasi Tayvandan keladi bizga. Tayvanda ishlab chiqarilgan. Yana ko'rsatib o'tib ketamiz. Chorva mollari uchun premixlar, Germaniya mahsuloti, Vilafos. Buqa, sigirlarning sutini ko'paytirishga, buqalarni tez semirishga yordam beradigan vosita. Buni bilgan, tushunadi bu narsani. Premixlar chorvachilikda ko'p ishlatiladi. Tez o'tib ketaylik, bekorga vaqt olmaylik-da. Kuzatuvchilarni mana bu mahsulotlar, buni bilan tanishtirib o'tib ketsak, Tayvandan kelgan, hammasi juda ham sifat zo'r, ushlaganda ham bilinadi. Endi ko'rib, ushlab ko'rib olish kerak. Shu mahsulotlarimiz uzun marketlarga ham qo'yilgan. Bemalol uzun marketdan zakaz qilsangiz, uyingizgacha yetkazib beradi yoki o'sha yana biz raqam qoldirib ko'rsatib qo'yamiz. O'shalarga aytsalaringiz, taksilar orqali ham yuborib berishimiz mumkin agar qiziqarli bo'lsa. Mana qarang, mana bu har xil bog'dorchilikda, uyda ishlatishga shlanglar, bolta, hozir qish kelyapti oldimizda o'tin maydalashga, lopatkalar, teplitsada ishlatish uchun mana bu grabellar, hamma narsa bor. Qisqasi bulargacha bor. Endi tepaga chiqamiz, tepada birma-bir ko'rsatamiz tepadagi faoliyatimiz. Mana tashqaridan narsalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Lemkin plugimiz sotuvda. Yevropal 7, uni oldida turgan Enrularimiz. Turkiyadan kelgan plug, Aydin plug bular. 3+1 hisoblanadi, sotuvda bor. Endi bu yerda showroomimiz ozgina kichkina bo'lganligi uchun bitta-bitta olib kelib qo'yganmiz. Apreskivitellar ham bor. 600 litrlik 12 metr. Arion 630 traktor. Ozgina yurilgan, ishlatilgan traktor. Bu ham shu sotuvda turibdi. Xo'sh, ichkariga qarab kiramiz. Bizni uzoqdan olib qaratsangiz, mana kirishimiz ichkariga kirib kelamiz. Ichkaridagi birinchi o'sha qishloq xo'jaligi bo'yicha traktorlarni ehtiyot qismlari bilan shug'ullanamiz. Yevropadan, Turkiyadan, Xitoydan o'zimiz birinchi qo'lda olib kelib import qilamizda, o'sha
O'zbekiston bo'ylab tarqatamiz. Ayniqsa klass sohasida chuqurroq yondashganmiz traktorlar, kombaynlar uchun shu ehtiyot qismlar. Bundan tashqari servis bo'limimiz ham bor. O'zimiz borib remont ishlarini qilib kelamiz, komandamiz bor. Bundan tashqari moylar bilan shug'ullanamiz. Bir nechta mana bu chempion Belgiyani moylarini O'zbekistondagi yagona diler hisoblanamiz. Bundan tashqari Total moylaridan sotuvimizda bor. Undan tashqari yana o'zimizni brend bilan yaqindan boshladikki, shu ayni traktorlar uchun motor qismi hamda transmissionni gidravlika qismi moylaridan Agro Ishonch brendi bilan sotuvga chiqarganmiz. Germaniyaliklar tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu mahsulot bizning brendimiz asosida hozir O'zbekistonga kelyapti va sotuvimiz qo'yilgan bu bo'yicha ham. Endi moy qismimiz hamda undan tashqari yengil mashinalar uchun ham moylar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bu Devon brendi Rossiyadan keladi bu moylar, sifati juda ham yaxshi. Antifrizlar shu qatorida o'sha Vitix zavodidan keltirilgan antifrizlar, bu ham shu bizning faoliyat turimizga kiradi. Yana mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda traktorlar uchun mana ehtiyot qismlar, butun shu oldi qismi deymiz, oldi shu hadovoy qismiga ketadigan, bu tomonda motor qismi, filtrlari, hammasi o'sha traktorlarning zapchastlari bular, ehtiyot qismlari. Bundan tashqari yana masloboykalar bor bizda sotuvda. Masloboykalar sariyog' ajratib oladi, qatiqdan sariyog' ajratib oladi. Qatiq solamiz, 20 minutda sariyog'ni ajratib beradi. Separatorlarimiz bor, sutdan qaymoq ajratib beradi. Bundan tashqari yana sigir sog'aydigan apparatlar ikkita zavod brendi asosida keladi. Barbaros hamda Melasti. Mana hammasi yog'li, yog'siz, bir vaqtda bitta, bir vaqtda ikkita sigir sog'aydigan apparatlarimiz ham bor. Bemalol kerak bo'lsa murojaat qilaversalaringiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, buni uzun marketlarga ham qo'yilgan, uzun marketda ham o'sha bo'lib to'lash evaziga ham olsa bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor, dastavka qilib beramiz. Har xil mana narxlari ham 7,5 milliongacha boshlanadi. O'sha bo'ladi. Bundan tashqari yana ko'p unaqa ehtiyot qismlari bor. Apparatlarda ehtiyot qismlari bor. Masloboykalarda aytdik. Qisqacha mana shu faoliyatimiz shu. Sog'im zallari uchun kislota sho'lgichlarimiz bor. Sut qayta ishlash zavodlari uchun ham mo'yishi sredstva hisoblanadi. O'sha sutni qoldiqlarini, yog'larini yuvarish uchun kislota sho'lgich vositalarimiz ham bor mana. Kislota sho'lgichi u tomonda ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qisqacha bizning faoliyatimiz shu. Mana shu yerda ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Qisqa qilib aytganda yo'q narsani o'zi yo'q ekanda. Qisqa qilib aytganda qishloq xo'jaligi bo'yicha to'liqroq o'sha harakat qilyapmiz o'zimizda ishlash, o'zimiz ustimizda ishlashga, ya'ni jami o'sha qishloq xo'jaligida nima kerak bo'lsa shu bizda bo'lishi, oluvchilarga yaxshi bo'lishi uchun, bitta joyda ishi bitishi uchun harakat qilyapmiz. Hozir birozdan keyin yana yaxshi yangiliklarimiz bor. Uni keyin yana bitta video qilib chiqaramiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bizda Agro Ishonch YouTube kanalimiz bor, Instagram, Facebook barchasi bor. Agro Ishonch yozsalaringiz, obuna bo'lib qo'ysalaringiz bizda kuzatib borishda qiziq, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ushbu videoni olishimizda bizga Uzmaster jamoasi kattadan katta yordam beryapti. Katta rahmat aytib qolamizda. O'sha hamkorligingiz uchun rahmat aytamiz. Bizni kuzatishda davom etavering. Qo'limizdan kelgancha undan ham yaxshi yangiliklar qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Silus bo'yicha o'sha gap bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.